Assalamu alaikum. Mening ismim Akram Yasin. 1978-yili 11-ayning 19-kuni Urumchida tug'ildim. 2001-yili Xinjiang universitetini bitirib, Urumchi shaharlik sayyor rayonlik hukumatga xizmatga tushdim. Ta 2014-yili 6-oyga qadar shahar xizmatda bo'ldim. 2014-yili 6-oyda xizmatimdan istifa berib, oilamnikilarni olib Amerikaga ko'chib keldim. Ta bugunga qadar Amerikaning Kaliforniya shtati San Fransisko shahrida yashab kelyapman. Bugungi bu videoni ilishimdagi sabab vatandagi urug'-tuqqanlarim bilan aloqamning uzilib qolishi, ularga ega chiqish, ularning so'rg'ini qilish sabablik bu videoni ochdim. Bu yoq bo'lsa, mening adam Xolda Yasin 1969-yili 11-ayning 17-kuni Urumchida tug'ilgan. Adam Xinjiang universitetini bitirib, dastlabda pochta kadrlar maktabida o'qituvchilik qildi. Keyin Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik radio televiziya stansiyasida takrir bilimida takrir bo'lib ishildi. Adam 2017-yili 1-oyda kichik qizim Afruzni menga akab berish sababli Amerikaga kelib 15 kun turib ketgandi. Shu ketiblar ta bugunga qadar men adamning hech qanday aloqasini qilamadim. Undidarim qo'shib qo'shalmadim, telefon urib olamadim. Sirtdagi har qanday yerlardan nechalarni surishtirib, ko'rishamadim. Bu yoq bo'lsa mening akam Anvar Yasin 1973-yili 10-ayning 20-kuni tug'ilgan. Akam Xinjiang universitetini bitirib telegraf idorasida ishlaydi. Bu yoq bo'lsa akamning ayoli Maynur Abdurahman 1978-yili 5-ayning 10-kuni tug'ilgan. Pochta idorasida ishlaydi. Bular bilan ta bugunga qadar 2 yil oldi, 2 yildan ishib ketdi. Hech qanday aloqa qilamadim. Bu yoq bo'lsa Shoida Shavkat mening adamning qizi 1996-yili 12-ayning 9-kuni Urumchida tug'ilgan. Bu rasmi 2018-yili 6-oydagi rasm. Xinjiang tibbiy universitetini bitirib xulosa yig'ini tushgan rasmga. Bu rasmmi menga sirtdagi tanishlardan keldi. Demakchi o'g'lim, bularimiz o'qigan ziyoli adib puhralar. Ular zodi nada? Ular yaxshi bo'lsa, nima uchun men bilan ko'rishamaydi? Men o gaplarga ishonmayman. Chunki ular yaxshi turgan bo'lsa, men hozirgacha biror parcha rasm yoki bo'lsa biror videolik qisqa video bo'lsin yoki bo'lsa undidagi so'zlaganlari bo'lsin, men hech nima olmayman hozirgacha. Shunga men u gaplarga ishonmayman. Bular zodi nada? Men bularni ko'rishim kerak. Men bularga aloqador uchurlarni yo'llaydigan organ tashkilotlarga yo'lladim. Yaqinda men o'zim boshqa tillarda guvohlik bermoqchi. Xitoy hukumatiga men shuni demoqchiki, bular nima uchun men bilan ko'rishamaydi? Bular ziyoli kishilar. Bular Jungolik bo'lganligi uchunmi yoki Uyg'ur bo'lganligi uchunmi? Men bu izlashimni, bu harakatimni endi boshladim. Endi to'xtamayman. Qachon shular men bilan ko'rishalgan qadar, men shularni ko'ralgan qadar, hatto yinimga keladigan qadar. Rahmat sizlarga.